Salom hammaga. Bugun sizlar bilan yana Hackpuls. Bugun sizlar bilan qanday qilib CS:GO Pro 6 ni yuklash ko'rib o'tamiz. Ya'ni Counter Strike yuklash ko'rib o'tamiz. Buning uchun CS:GO Pro 6 download deb yozamiz. Google ga kirib olib. Kirib olgandan keyin o'zini rasmiy sayti bor. Saytiga kirib olamiz. Agar ko'plarga shunday chiqarsa, mayda uni yo'li ham bor edi. VPN orqali kirsa bo'ladi. Mana shu allcs.ru saytiga kirib olamiz va skachat tugmasini bosamiz. Yuklab olish uchun. Mana yuklab olmoqda. Men yuklab olish uchun pauza qilib turaman. Mana yuklab oldimman. Endi kirib olamiz ichiga. 2 marta bosamiz. CS:GO Pro setupga. Kirgandan keyin bu ikkoviga bitishgan bosib qo'yamizda dalini bosamiz. Ustanovit. Bo'ldi. Hamma narsasi yuklab olibdi. Yuklab bo'lgandan keyin Goto'ni bosamiz. Mana CS:GO Pro 6 ga kirdik counterga. Nova igra, dastlabki zonalar. Bunda ayni bir zonalar bo'lmaydi. Kerakli zonalar qanday yuklanish uchun ham ayni bir dars qilaman, yana bitta dars. Endi bizga mana bu setup kerak emas. Buni o'chirib tayyorlasak ham bo'ladi. Xotiradan lishni joyiga